Jomiy taxallusi asl ism sharifi Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad, fors-tojik shoiri, Naqshbandiylik tariqatining yirik vakili. Jomiyning ota-bobolari asli Dashtdan bo'lib, Jomda, keyinchalik Hirotda hayot kechirishgan. Jomiy madrasa yoshidan ancha erta Hirotdagi dilkash, Navoiy ma'lumotiga ko'ra, Nizomiya madrasasiga kirib, o'z davrining taniqli til, adabiyot olimlari va mudarrislari qo'lida tahsil olgan. Shu davrdayoq u arab tilini mukammal o'rgana boshlagan. Keyinroq Jomiy o'z bilimini oshirish uchun Samarqandga keladi va Ulug'bek madrasasida buyuk falakiyotshunos Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, fiqhshunos Fazlulloh Abullays kabilardan ta'lim oladi. Bu yillarda u til va adabiyotnigina emas, riyoziyot, falakiyot, falsafa, huquqshunoslik fanlari, din asoslari, hadis va tafsir ilmlarini ham chuqur o'rganadi. Olimlarning turli mavzulardagi munozara va mubohasalarida qatnashib, yetuk olimligi bilan tanila boshlaydi. Jomiy Hirotga qaytgach, tasavvuf yo'liga kirishni, o'z bilim va faoliyatini shu yo'lga, qolaversa, ijodga, ilm-fanga bag'ishlashni afzal ko'radi. U o'ziga pir qilib Shayx Sadiddin Koshg'ariy tanlaydi. Hirotning Jomiy masjidida uning suhbatlarini tinglaydi. Sadiddin Koshg'ariy tasavvufda Muhammad Naqshband sulukiga mansub edi. Jomiy mashhur sufiylar bilan yaqindan muloqotda bo'ladi. Muhyiddin ibn al-Arabiyning asarlarini chuqur mutolaa qiladi. O'zining mutasavviflik faoliyatida Bahouddin Naqshband g'oyalarini shu sulukning ikkinchi bir yirik namoyandasi Xo'ja Ahror bilan yaqin munosabatda bo'lgan holda yanada rivojlantirdi. Rasman o'zini kundalik malomatiya tariqatiga mansub deb hisoblasa-da, asarlarida Naqshbandga ixlosi baland bo'lgan. Jomiy Xurosonda Temuriylardan Shohrux, Abul Qosim Bobur, Abu Said va Husayn Boyqaro podshohligi davrida yashadi. Xurosonda Hirot taxtiga Temuriy sulton Husayn Boyqaro o'tirgandan so'ng Jomiyning mamlakatdagi mavqei juda ortadi, chunki sulton Husayn va uning ko'p avlodlari o'zlarini unga murid deb e'lon qilganlar. Jomiy katta yer-mulk egasi bo'lgan. Jomiy Alisher Navoiy bilan birinchi marta Abu Said hukmronligi davrida Xiyobon mavzesida hamma qatori ko'rishgan. Shunda Jomiy unga o'zining bir risolasini taqdim qilgan. 1476-77 yillarda Navoiy ham Jomiyni o'ziga pir deb taniydi. Garchi Jomiyning Navoiydan yoshi ancha ulug', rasman pir hisoblansa ham, mohiyatan ular chin do'st va hamkor bo'lganlar. Jomiy o'zining Nafahatul Uns, Bahoriston va boshqa bir qancha asarlarida Navoiy ham o'z asarlari Hamsat ul Mutahayyirin, Majolis un Nafois va da Jomiyni hurmat bilan tilga oladi. Jomiy Nafahat Ulums, Azizlar nafasi, Risola musiqa, Musiqa risolasi, Risola muammo risolasi kabi 10 dan ortiq asarini Navoiy maslahati bilan yozgan. Jomiy vafotidan sal burun lirik she'rlarini 3 devonga bo'lib, ularga Fotihat ush-shabob, yoshlikning boshlanishi, Vositat ulik, o'rtadagi dur va Xotimat ul hayot, hayot xotimasi 1479-1491 deb nom berar ekan. Bunda Navoiy maslahatini e'tiborga olgan edi. Navoiy va Jomiyning do'stligi adabiy hamkorlik bilan chegaralanmagan. Navoiy Husayn Boyqaro saroyida bosh vazir bo'lib turar ekan, o'z siyosiy va ijtimoiy faoliyatida Jomiydan maslahatlar olib turgan. Mayda Sulton Husayn Qunduz viloyatiga qarshi yurishga otlanmoqchi bo'lganda, Jomiy Navoiydan podshohni bu safardan qaytarishni iltimos qilgan. Saroydagi fitna va fujurlar Navoiyning joniga tegib, u o'z vazifasidan ketmoqchi bo'lganda, Jomiy uni bunday qarordan voz kechtirgan. Chunki Navoiydek xalqparvar arbob saroydan ketsa, xalq va mamlakat ahvoli yanada og'irlashishini u yaxshi tushunar edi. Jomiydan ulkan va turli janrlarni o'z ichiga olgan adabiy hamda ilmiy meros qolgan. Ba'zi olimlar Jomiy asarlarining umumiy soni 100 ga yaqin deb taxmin qiladilar. Navoiy Hamsat ul Mutahayyirin da uning 38 asarini nomma-nom sanab ko'rsatadi. Jomiy asarlari falsafa, tasavvuf, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, san'at sohalariga hamda nazm va nasrning har xil janrlariga oid. Jomiyning ijodiy faoliyati ko'p qirrali bo'lsa ham, u Sharq xalqlari madaniyati tarixida ko'proq genial shoir va mutafakkir olim sifatida tanilgan.
Bu jihatdan uning epik va lirik merosi g'oyat diqqatga sazovordir. So'nggi asr adabiyotshunoslari haqli ravishda uni fors-tojik adabiyotining ilk taraqqiyot